AQSh Eron xalqiga murojaat qildi. Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz like bosishni va dunyodagi yangiliklardan eng birinchi xabardor bo'lishni istasangiz obuna bo'lishni unutmang. AQSh senatori Lindsey Graham Eron xalqiga murojaat qilib, ularga Amerika tomonidan yordam berayotganini aytdi. Bu haqda senator o'zining X sahifasida yozib qoldirdi. Grahamning aytishicha, yaqin orada namoyishlarga chiqqan Eron xalqiga AQSh tomonidan ko'mak boradi va Oyatulloh rejimiga barham beriladi. Uzoq davom etgan dahshatli tushingiz tez orada tugaydi. Yordam allaqachon yo'lda. Sizning zulmga chek qo'yishdagi jasoratingiz va qat'iyatingiz AQSh prezidenti va erkinlikni sevuvchi barcha insonlar tomonidan e'tirof etildi. Prezident Tramp Eronni yana buyuk qilamiz deganda, Erondagi namoyishchilar Oyatulloh ustidan g'alaba qozonishi kerakligini anglatadi. Tramp Oyatulloh va uning sheriklari hokimiyat tepasida ekan, Eron hech qachon buyuk bo'la olmasligini tushunadi, deya yozgan senator. Ma'lumot uchun, mamlakatda ommaviy namoyishlar 28-dekabrdan buyon davom etmoqda. Ular Tehrondagi markaziy bozorda boshlangan bo'lib, ko'plab do'kon egalari giperinflyatsiya va narxlarning keskin oshishiga norozilik sifatida savdo shoxobchalarini yopgan. 29-dekabr kuni Eron milliy valyutasi real tarixiy minimum darajaga tushdi. 1 real taxminan 0,10 yevroga teng bo'ldi. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, oktyabr oyida Eronda oziq-ovqat inflyatsiyasi 64,2% ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich bo'yicha mamlakatni anti-reytingda faqat Janubiy Sudan ortda qoldirgan. Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi tartibsizliklarni AQSh va Isroil tomonidan uyushtirilgan deya baholagan. Eslatib o'tamiz. Avvalroq Eronning so'nggi shohi Muhammad Rizo Pahlaviyning o'g'li Rizo Pahlaviy AQSh prezidenti Donald Trampdan mamlakatidagi ommaviy norozilik namoyishlariga aralashib, Oyatulloh rejimini ag'darishda yordam berishini so'ragandi.